Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Iyuldan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovi yangi ma'lumotnoma taqdim etilmasa vaqtincha to'xtatilishi yoki bloklanishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu oddiy xabar emas. Bu har oy pensiya hisobiga dori oladigan, kommunal to'lov qiladigan, farzandlariga yordam beradigan, minglab odamlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun kimlar xavotir olishi kerak? Kimlarga bu o'zgarish taalluqli emas? Qanday hujjat kerak bo'lishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iboratligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday huquqiy va ijtimoiy muhim ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p muammoning oldini oladi. Avvalo vaziyatni to'g'ri tushunib olaylik. Pensiya davlat tomonidan doimiy ravishda to'lanadigan ijtimoiy ta'minot turi. Lekin pensiya to'lovi avtomatik berilaveradi. Davlat hech narsani tekshirmaydi deb o'ylash xato. Pensiya tizimida doimiy ravishda tekshiruv, ma'lumotlarni yangilash, fuqaroning yashash holati, ishga joylashgani, chet elga chiqqani, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, vasiylik yoki ishonchnoma orqali olish kabi masalalar nazorat qilib boriladi. Oldin ko'p holatlarda pensioner bir marta hujjat topshirganidan keyin yillar davomida hech qanday qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinmasdi. Masalan, odam yoshga doir pensiyaga chiqdi, pasporti, mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar asosida pensiya tayinlandi va keyin har oy plastik kartasiga yoki naqd shaklda pul tushib turdi. Agar yashash joyi o'zgarmasa, shaxsiy ma'lumotlarda katta o'zgarish bo'lmasa, odatda pensioner pensiya bo'limiga tez-tez borib yurmasdi. Endi esa raqamlashtirish kuchaygani, ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan solishtirilayotgani, ayrim toifalar bo'yicha qo'shimcha tasdiqlovchi ma'lumot talab qilinayotgani sababli vaziyat o'zgarmoqda. Iyul sanasi atrofida gapirilayotgan muhim jihat shuki, ayrim pensionerlar yangi yoki yangilangan ma'lumotnomani vaqtida topshirmasa, tizim ularning to'lovini vaqtincha to'xtatib turishi mumkin. Men bu yerda hammaga birdek pensiyangiz bloklanadi demayapman. Eng muhim narsa shuki, xavf aynan hujjati eskirgan, holati tasdiqlanmagan, ma'lumotlarda nomuvofiqlik bor yoki maxsus toifaga kiradigan odamlarda paydo bo'ladi. Bunday tartibning sababi nimada? Birinchidan, davlat noto'g'ri to'lovlarning oldini olmoqchi. Masalan, fuqaro vafot etgan, lekin uning nomiga pensiya tushishda davom etgan holatlar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ayrim nafaqa va pensiyalar ma'lum shartlarga bog'liq. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand umrdagi yoshdan keyin o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchidan, nogironlik pensiyasida tibbiy ko'rik muddati, nogironlik guruhi yoki mehnatga layoqat darajasi o'zgargan bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, chet elda uzoq muddat yashayotgan yoki ro'yxatdan chiqib ketgan shaxslar bo'yicha alohida tasdiqlar talab qilinishi ehtimoli bor. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar xavotir olishi kerak? Men buni bir nechta guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Masalan, ota vafot etgan, onasi 2 farzandiga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandlardan biri 7 yoshda bo'lsa, muammo yo'qdek ko'rinadi. Lekin u 19 yoshga to'lgandan keyin ham to'lov davom etishi uchun kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim bu bola endi voyaga yetdi, o'qiyotgani tasdiqlanmadi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Oddiy misol, oila har oy 7 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, shu pul doriga, yo'lga, ovqatga ketayotgan bo'lsa, bir oy kechikish ham katta muammo bo'ladi. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Nogironlik doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar nogironlik guruhi 1 yilga yoki 2 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Odam men avval hujjat topshirganman, yana nima kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin tizim uchun asosiy narsa hozirgi holat. Masalan, fuqaro 2000 guruh nogironlik bo'yicha oyga 1 million 200 ming so'm olayotgan bo'lsa, tibbiy xulosa muddati tugaganidan keyin yangi xulosa kiritilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin bu vaqt ichida odam pulsiz qolib ketishi mumkin. Uchinchi guruh
ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Masalan, keksa ona yurishga qiynaladi. Pensiyasini o'g'li bank kartasidan yechib beradi yoki ishonchnoma orqali oladi. Bunday holatda ishonchnoma muddati tugagan bo'lishi mumkin. Pensionerning tirikligi. Yashash joyi yoki bank ma'lumotlari qayta tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Ayniqsa, pensioner boshqa viloyatda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, hujjatlardagi manzil mos kelmasa. To'lov jarayonida savollar paydo bo'ladi. 4-guruh chet elga uzoq muddatga chiqqan pensionerlar. Masalan, pensioner farzandlariga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketgan. U yerda bir necha oy yoki bir yil yashab qolgan. Pensiyasi esa O'zbekistondagi kartasiga tushib turibdi. Bunday holatda ayrim tasdiqlar, masalan, shaxsning tirikligi, doimiy yashash manzili, O'zbekistondagi ro'yxati va boshqa ma'lumotlar dolzarb bo'lishi mumkin. Agar davlat bazalarida odam uzoq muddat chiqib ketgan deb ko'rinsa, lekin pensiya olish sharti bo'yicha tasdiq yetishmasa, to'lov to'xtatilishi ehtimoli bor. 5-guruh hujjatlarida xatolik bor odamlar. Bu juda ko'p uchraydi. Pasportda ism Gulchehra deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulchehra deb ketgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1972 yil, boshqa joyda 1979 yil. Familiya turmushdan oldingi hujjatda boshqa, hozirgi hujjatda boshqa. Avval bu xatolar ko'zga tashlanmasligi mumkin edi, lekin elektron bazalar solishtirilganda nomuvofiqlik chiqadi. Natijada tizim hujjatni aniq emas deb ko'rsatadi. Bu darhol pensiyani butunlay bekor qiladi degani emas, lekin qo'shimcha ma'lumotnoma yoki tuzatish talab qilinishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, pensiya bo'limidan sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, odatda vahimaga tushish shart emas. Lekin men baribir tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ko'p odam muammo borligini faqat pul tushmagan kuni biladi. Hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon har oy 1.600.000 so'm pensiya oladi. U oxirgi yillarda telefon raqamini almashtirgan, bank kartasi muddati tugagan. Lekin yangi kartani pensiya tizimidagi ma'lumotlarga bog'latmagan. Bir kuni pensiya kechikadi. U davlat pensiyani bloklabdi deb o'ylaydi. Aslida muammo kartada yoki shaxsiy ma'lumot yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Yana bir misol, Samarqandda yashovchi ayol o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini qizi uchun oladi. Qizi kollejdan institutga kirgan, lekin o'qish joyi haqidagi yangi ma'lumotnomani topshirmagan. Eski ma'lumotnoma muddati tugagan. To'lov to'xtaydi. Keyin hujjat topshirilgach, masala hal bo'ladi. Lekin bir necha hafta asabiylik navbat, yugur bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya bloklandi degan so'z har doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ko'p holatda bu vaqtincha to'xtatib turish bo'ladi. Ya'ni davlat sizning huquqingiz yo'q demaydi. Balki huquqingizni tasdiqlovchi ma'lumot yetishmayapti deydi. Farqi katta. Agar hujjatni vaqtida topshirsangiz, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ma'lumotnoma turi hamma uchun bir xil emas. Bitta odamdan o'qish joyidan ma'lumotnoma so'raladi. Boshqasidan tibbiy xulosa, yana boshqasidan yashash joyi yoki bank rekviziti, yana biridan vasiylik yoki ishonchnoma hujjati. Shuning uchun qo'shnining gapiga qarab ish tutmang. Qo'shningizga kerak bo'lgan hujjat sizga kerak bo'lmasligi mumkin. Sizga kerak bo'lgan hujjat esa unga umuman taalluqli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ma'lumotnoma yangi bo'lishi kerak. Eski ma'lumotnomani olib borib, mana men buni 2 yil oldin berganman deyish har doim ham ish bermaydi. Masalan, talaba ekanini tasdiqlovchi ma'lumotnoma joriy o'quv yiliga tegishli bo'lishi kerak. Tibbiy xulosa amaldagi muddatda bo'lishi kerak. Ish haqi yoki staj bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, unda muhr sana, tashkilot rekvizitlari to'liq bo'lishi zarur. 4-chi nozik jihat, ogohlantirishni o'tkazib yubormaslik kerak. Hozir ko'p tashkilotlar SMS, telefon qo'ng'irog'i, mahalla orqali xabar, may botko'kuf, uz yoki boshqa elektron tizimlar orqali bildirishnoma berishi mumkin. Lekin pensionerning telefon raqami o'zgargan bo'lsa, xabar kelmaydi. Raqam farzandining nomida bo'lsa, farzandi ko'rmay qoladi. Shuning uchun pensiya oluvchi shaxsning aloqa ma'lumotlari dolzarb bo'lishi juda muhim. 5-nozik jihat, bank kartasi bilan pensiya huquqini aralashtirmang. Ba'zan odamning pensiya huquqi joyida bo'ladi, lekin bank
kartasi muddatida tugagan, karta bloklangan, pin kod xato kiritilgan, bank hisobida texnik muammo bo'lgan bo'ladi. Odam esa pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Shuning uchun avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan aniqlashtirish kerak bo'ladi. Aksincha ham bo'lishi mumkin. Karta ishlaydi, lekin pensiya tizimida hujjat yetishmagani uchun pul o'tkazilmaydi. 6-nozik jihat. Boshqa davlatdan pensiya, kompensatsiya yoki daromad olayotgan shaxslar bo'yicha ham ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Masalan, odam O'zbekistonda pensiya oladi, lekin boshqa mamlakatda ham doimiy yashash yoki ijtimoiy to'lov bilan bog'liq maqomga ega bo'lishi mumkin. Bunday holatlar alohida tartibda ko'riladi. Men hammaga bir xil hukm chiqarmayman. Kim bunday vaziyatda rasmiy organlardan yozma tushuntirish olish eng to'g'ri yo'l. 7-nozik jihat. Ro'yxatdagi manzil va haqiqiy yashash joyi mos kelmasligi. Ko'p pensioner farzandlari bilan boshqa tumanda yashaydi. Lekin propiskasi eski uyda qolgan. Agar pensiya bo'limi yoki mahalla fuqaroning holatini tasdiqlashi kerak bo'lsa, manzil masalasi muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, pensioner yotib qolgan, o'zi bora olmaydigan bo'lsa, vakil orqali murojaat qilish, ishonchnoma rasmiylashtirish zarur bo'lsa, uyga borib xizmat ko'rsatishni so'rash kerak. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga aniq ketma-ketlikni aytaman. Vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. 1-iyulni kutib o'tirmang. Agar siz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni tekshiring. Pensiya tayinlangan hujjatlar, pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma kabi hujjatlar amalda ekanini ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki pensiyani boshqa odam nomidan olyapsizmi? Har bir toifaning talabi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz va farzand o'yindachi yoshdan oshgan bo'lsa, o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma eng birinchi tekshiriladigan hujjatlardan biri bo'ladi. Agar nogironlik bo'yicha olayotgan bo'lsangiz, tibbiy xulosa muddati tugamaganini tekshiring. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Eng to'g'ri ma'lumotni mahalladagi mish-mishdan emas, rasmiy joydan oling. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga borganda savol aniq bering. Mening pensiya to'lovim davom etishi uchun 2-iyulgacha qanday ma'lumotnoma yoki hujjat topshirishim kerak deb so'rang. Agar imkon bo'lsa, javobni yozib oling yoki hujjatlar ro'yxatini yozma shaklida so'rang. 4-qadam. Kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda sizga ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ishonchnoma, vasiylik qarori kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, hammasi sizning holatingizga bog'liq. 5-qadam. Ma'lumotnomadagi xatolarni joyida tekshiring. Ma'lumotnomada ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSHIR, o'qish shakli, tibbiy xulosa muddati, tashkilot nomi, muhr va sanad to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. Bir harf xato bo'lsa ham elektron bazada mos kelmaslik chiqishi mumkin. Masalan, Abdullayeva o'rniga Abdullayeva yozilishi. Tug'ilgan sanada bir raqam xato ketishi yoki JSSHIR noto'g'ri kiritilishi hujjatni qayta topshirishga olib keladi. 6-qadam, hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi dalilni saqlang. Agar ariza bergan bo'lsangiz, kirim raqami, sana, mas'ul xodimning ma'lumoti, elektron ariza raqami yoki kvitansiyani saqlang. Keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'lib qolmasin. Ayniqsa to'lov to'xtab qolsa, sizda hujjatni qachon topshirganingizni ko'rsatuvchi dalil bo'lishi kerak. 7-qadam. Pensiya tushmasa, darhol sababini aniqlang. Birinchi kuni asabiylashib, hammani ayblashdan oldin bank kartasini tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? Hisob faolmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Menga pensiya tushmadi, sababi nima deb umumiy savol bermang. To'lov hujjat yetishmagani uchun to'xtatilganmi? Bank rekviziti muammosimi? Ma'lumotlar mos kelmagani uchunmi deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 8-qadam, agar pensioner o'zi bora olmasa, vakil masalasini hal qiling. Keksa, kasal yoki yotib qolgan odamlar uchun
farzandlari yoki yaqinlari yordam berishi kerak. Lekin men o'g'liman deyishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki qonuniy vakillik talab qilinishi mumkin. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish agar pensioner bora olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlarini surishtirish kerak. 9-qadam. Har bir hujjatning nusxasini tayyorlab qo'ying. Asl hujjatni olib borasiz, nusxasini topshirasiz. Elektron shaklda ham telefoningizda suratini saqlab qo'yish foydali. Lekin faqat suratga ishonmang. Ayrim joylarda qog'oz nusxa ham talab qilinishi mumkin. Hujjatlarni bitta papkaga solib qo'ysangiz, navbatda turganda yoki xodim oldida shoshilib qolmaysiz. 10-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Bo'lmaydi degan gap huquqiy javob emas. Nima uchun bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi normaga asosan to'xtatildi? Qanday qilib tiklash mumkin? Qancha muddatda ko'rib chiqiladi? Mana shularni so'rash kerak. Zarur bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada o'zingizni tanishtirib, pensiya turi, pasport ma'lumotlari, telefon raqami va muammo mazmunini yozing. Pensiya to'lovi to'xtatilganining sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash tartibini ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yana bir muhim maslahat. Qarindoshlaringiz orasida pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Ko'p keksa odamlar internetdagi xabarlarni tushunmaydi, rasmiy saytga kira olmaydi, SMS'ni o'qimaydi yoki telefon qo'ng'irog'iga javob bermaydi. Farzandlar esa oyimning pensiyasi tushib turibdi-ku deb befarq bo'ladi. Muammo chiqqanda esa hamma yuguradi. Eng to'g'ri yo'l oldindan tekshirish. Men ayniqsa 3 toifadagi odamlarga alohida e'tibor berishni maslahat beraman. 11 yoshdan oshgan farzand uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar, nogironlik hujjati muddatli bo'lgan fuqarolar, pensiyani ishonchnoma orqali olayotgan yoki pensioner boshqa joyda yashayotgan oilalar. Chunki amaliyotda eng ko'p chalkashlik aynan shu holatlarda uchraydi. Demak, asosiy xulosa shuki, 1-iyuldan boshlab hammaning pensiyasi avtomatik bloklanadi deb vahima qilish noto'g'ri. Lekin yangi yoki yangilangan ma'lumotnoma talab qilinadigan toifada bo'lsangiz, hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiya to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu eng avvalo boquvchini yo'qotganlik, nogironlik, ishonchnoma, chet elda bo'lish, ma'lumotlar nomuvofiqligi va maxsus tasdiq talab qilinadigan holatlarga tegishli bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, pensiya bo'limidan aniq ma'lumot oling. Ma'lumotnomalarni yangilang, xatolarni tuzating va topshirgan hujjatlaringiz bo'yicha dalilni saqlang. Bitta ma'lumotnomani vaqtida olish sizni 1 oy yoki undan ko'proq sarson bo'lishdan saqlab qolishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyangiz kechikkanmi? Sizdan qanday ma'lumotnoma so'rashgan, qaysi hujjat muammo bo'lgan? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida eng katta himoya bu vaqtida olingan to'g'ri ma'lumot.